Qani, kelinglarchi bu yoqqa. Kelinglar. Qani, turib olinglar masjidga. Qator bo'lib bir chiroyli bo'lib turib olinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahongir aka yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Tuzukmisiz? Tanidinglarmi? Taniysizlar, kanishnaysizlar. Siz tanidingizmi Jahongir aka bularni? Yo'q. Tanimadingiz-a? Tanimayman debdilar. Tanib turibdilar. Ha. Shogirdingiz, ustoz. Shogirdingiz ekan bular aytishlari bo'yicha. Shu gap rostmi? Shunaqa shogirdlaringiz bormi sizning? O'zingiz hal qilib yuborishibdi. O'zingizlar hal qilasizlarmi sizlar? Yechimang, shogirdingiz biz, ustoz. Keling. Mayli, xo'p, qaranglar, menga qaranglar. Bular shogirdingiz ekan, ma'lumotlar bo'yicha, bizga aytishlari bo'yicha shunaqa gap eshitdik. Bir tanishtirib ko'ramiz endi. Kim edingiz? Akobirjon. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan Akobirjon bo'laman. Familiyangiz nima? Otajonov. Yo'qni shogirdlari. Xo'p, mana bu yoq kishim. Qani turib turing, siz kim edingiz? Andijondan Atabek Atajonovda akaxon. Bu ham ish nima emas, mana bu kishim qayerdan? Я с Москвы, Игорь Атаджанов. Bu ham ish nima emas. Eng dahshati mana. Kim edinglar sizlar? Nima eng dahshati? Viya Otajonov biz. Guruhimiz. Taniysizmi shularni? Tanimaysiz-a, to'g'rimi? Bu aytadi, duo bergan deydi. Ha, duo berganlar. O'tgan safar Buxoroga to'yga bordingizmi? Jo'ralaringiz bilan? Men o'sha payt to'yxonaga ofitsiantka edim o'sha payt. Xizmat qilgan edim. Ofitsiant bo'lsa kerak. O'sha payt men ofitsiantka edim. Men xizmat qilib yurdim. Xo'p, Siz o'tirdingiz. Jo'ralaringiz bugun Mana ham ko'zingizga artistka bo'lib ko'rinmadimi shu paytda? Yo'q, siz normalniy mujik ko'rindingiz ko'zimga. Keyin o'tirdingiz. To'yimiz yaxshi o'tsin, hammani omadini bersin deb duo qildingizmi? O'sha payt men ham qo'shildim. O'sha duodan keyin Xudoga shukr, mana to'ylarni qo'qiyapmiz. Nima alaqasi? Sizdan deymiz-ku. xo'p. Ustoz unaymasda endi. Sinaydigan joyi bor Jahongir aka. Xavotir olmang. Shogirdingiz bo'lsa, qani bir eshitaylik. Ana shundan gapiring. Qani bir bormi? Jonga. Qo'y birashga. Biyo yaktina davron, biyodu, deb anoran. Biyo chor, normal. Yo'q, boshdan usuldan chiqib ketdingiz. Yo'q, men normal usuldan chiqdim. Mana qarang, bu ashulaxo bilasizmi? Jahongir Otajonov kim emas, o'rtoq. Menga bu yo'qni ashulalari kerak emas. Menga prosta to'yxonaga kirgan paytim kutib oling, Jahongir Otajonovning shogirdi desa bo'ldi aka. Nima o'zing yo'q. Mana qarang, boring siz to'ylaringizni qoqib turingchi, mana bu kishi bilan gaplashib ko'ramiz endi. Assalomu alaykum. Mana bizga ustoz supurganlarda. Lekin bunga ishonaman. Bu haqiqat bo'lishi mumkin. Og'zimizga tuplaganlar. Og'zingizga tuplaganlar bo'lganmi shunaqa holat? Bo'lganmi? Asakayga Andijonga bordingizmi? Avtosalonga kelib turib mashinalar ko'p deganingizda shunday ilganmizda ustoz. Xo'p, bo'lmasa bu kishilardan biri eshitaylik. Nimaga qodir ekanlar? Qani? Oq bulutlar aro ikki kabutar. Saqaraylik mag'la. Oq bulutlar aro ikki kabutar. Chunki bu yoqda g'amginlik bor. Sevgi qanotida yonma-yon. Endi Jahongir aka pul kelib turganda g'amginlikka nima bor, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Qani bo'pti, bo'lmasam bu kishimga ham ruxsat, lekin menga juda qiziq. Menga juda qiziq. Mana shu odam nima aytarkin? Rossiyada nima aytish mumkin, ha? Nima aytish mumkin Rossiyada? Eshitasizmi? Qani bir eshitaylik. Savol bermasdan eshiting, ha. Мой братан тигр, 24/7 тигр, тигр. Tigr. Nima shunday endi? Mamaman tigr. Mamaman tigr. Tigr. Arslonman. O'zimsizdek. Arslonman aytibdi. Arslonman. Men boyvachaman, men naslsanman. G'arib bironaga g'arib o'g'lonman. Yaxshi. Moskvada qanaqa bo'ladi? Ya, aka oldin o'zbekchasini eplab olaylik, Moskvaga keyin qilarmiz.
Bu nimaga qodir ekan shulardan? Ochang, qo'lingizni oling, bu yerdan. Bashim aralashmay. Jiddiy-ku. Ana to'liq endi Viya Otajonov bo'lib qoldik-da. Gruppaga bugun qo'shilib hazil qilishini qarab uni. Aka, man o'zi sahnada bular bilan hazillashmayman, bab bo'ladi, zapasi bo'ladi deb chiqdi. aka, shu o'zimiz bilan yangi qo'shilgandan tekis bo'lib turib olam, bir xil chizim. Yo'q, bir qadam orqada turadi bu yoq. Biz bir qadam oldida bo'lamiz. Yo'q, men hech qachon orqada yura olmayman. Ana. Ana uni qarang-da. Unda biz bir qadam orqada bo'lamiz, Assalomu alaykum. sekin chiqib olamiz. Bu yoq nima ish qiladilar Bu yoq guruhda? endi biz to'yda, asnamda endi bizning guruh to'yda. Shu to'yda ashula aytamiz, siz qismga qarab turasiz. Pilisos, aytib qo'y. Pul bilan. Bir 3 yilgacha qismni puliga aralashmaysiz. Ana shunday. Chunki yangisiz. Yangi. Ha qarang. Ha? Yangi deysiz, rasmga tushirib oling, ko'rsataylik o'g'li guruhdagilar olamizmi, yo'qmi, to'g'ri keladimi guruhga? Ha, guruhga olish kerak. Ha. Gruppa, qani? Gruppa, davay. Ha. Kim nima nechta muzikant bor gruppa bilan maslahat? Bitta. Kim? Aypetchi. Aypetchi bilan ham maslahat qiladimi? Nima qilay dadam bo'lgandan keyin maqsad qilaman. Javohir aka, tayyor bo'lib turasiz. Bu hech nima emas hali. Shunaqa zo'ri bor. Meni yuragim zo'rg'a ko'tardi, sizni bilmadim. Qo'yib yuboringlarni uni. Everybody put your hands up in the air. Yeah. Here we go. Mana masjidlarga ham yotmalinglar-da, mana shu yerga yotsanglar changiydi kakras, toza bo'lib qolardi. Bu bola bilan sizni tanishtiraman. Tanishing Jahongir aka, sizni o'g'lingiz. Assalomu alaykum, Adajon Otajonov. Balki mumkin bo'lishi mumkin. Tanilish ham erkakning ishi lekin. Bu yerga turchi uka. Menga qara, necha yoshsan? 14. 14 yosh. Sizni o'g'lingizmi shu avvalo? Bo'lishi mumkin. 14 yil boshida, chunki 26 yoshda Bir maza qilgan bo'lishingiz mumkin, ha? nima endi unaqa ham darrov maza qilgan. Endi yosh bo'lganmiz, bevosh bo'lganmiz, balki endi Ha, endi boshingiz bor, ha? Yaxshi. Qanaqa tushuntirib berchi uka, qanaqasiga sani adang bo'ladi bu Men inson? tushuntirib beraman. Bundan 3-4 oy oldin Aha. Yalpiz oilaviy restoraniga boruvdim. Aha. Bular o'tirishgan ekan, oldilgisiga keldim. Okajon, mana shu vlajniy salfetkadan olinglar dedim. Bular menga, "Men pulni olgin-da ukam. Boshqa bu ishingni qilma" dedilar. Bolam qilma dedilar shu ishni. Ha. Vlajniy, nevajniy aka. Bolam dedilarmi? hamma ko'chada yurganlar razborishib bo'lib ketibdi, so'rashyapti. Men yana qayerdan bildim, bilasizmi bular o'g'lilar. Qayerdan bilding? Hamma meni san'atimni yaxshi ko'radi, o'zimni cho'tdi bilmayman. Mayli, to'yim bor edi aka, gaplashamiz. Lekin cho'ti o'xshatib yubordim men ham bor, hozir gap so'zlaridan ozgina. Xijolatsiz, xijolat. Xijolatsiz. Yo'z Jahongir aka to'g'risini aytganda, avvalo katta rahmat tashrifingiz uchun. Alloh xayrli qilsin sizlarni ham. Konsertga chaqirganinglar uchun, ya'ni shu konsertga chaqiribsizlarki, bizani ham e'tiborligiga tushganmiz deb men xursand bo'laman, chunki bu yerda boshqa ham bir san'atkor turishi mumkin edi meni o'rnimda. Ya'ni bizani ham qilayotgan ishimiz noto'g'ri emas, ya'niki shunaqa gruppalar o'zini konsertida biz bilan hamkorlik qilib ishlashni xohlabdiki, bekorga harakat qilmayapmiz. Hammaga omad tilaymiz. Jahongir aka, avvalo siz biz emas, xalqimizni nazariga tushgansiz, to'g'rimi? Hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin.